Xo'sh, yozyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bugun men birinchi trader esa YouTube kanalimdagi birinchi video. YouTube kanalini men bu yerda o'zi ekran birinchi gapirib o'tib, YouTube kanalini men o'zim uchun yaratdim, chunki o'zim uchun ochdim. Chunki menda disiplina yo'qolgan va o'zimga yoqsa trade qiladigan odat chiqarganman. Bu odatni yo'qotish uchun va disiplinani qaytib tiklash uchun YouTube boshladim va bu har kun daily kundalik yoki trade qiladigan kunlarimda tahlillarni chiqarib boraman. Shu birinchi men eslatib o'taman, men doim Euro USD trade qilaman. Birinchi haftalikdan boshlaymiz. Haftalikdan bu yerda gap bor. Aytgancha o'zi kecha kundalik tahlil chiqishi kerak edi. Kundalik tahlil chiqmadi. Texnik nosozliklar sababli planshetda trade qilaman. Planshet ishlamadi, screen record bo'lmadi. Hozir esa notebookda ishlayapman. Sal qotishlar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Gap bor. Gapni bir necha marta test qilgandan keyin qaytib shu yerga kelib tipa IFV ga ishlab berishini kutgandim men va bugun kutmagandim yoki ertak bugun deb 16-fevralga o'tdik. Men kecha kelishini kutmagandim, lekin kecha keldi. Bu yaxshi, albatta, yaxshi yurib berdi bozor. Men aslida bugun no trade day desam ham bo'ladi, jurnalim bo'yicha. Newslar kamligi uchun men bugun trade qilmaslikni ma'qul ko'rgandim. Dayliga o'tamiz. Lekin trade qildim. Newslar normalniy bo'lishi uchun bugun 50% trade day edi, ya'ni 50 ga 50 ishlashim edi. Premium discount tortilgan. Bu yer ham premium discount ko'rishingiz mumkin tepada ham. Premium discount ochsak, xo'sh, bizda impuls bor. Impulsdan korreksiya bo'lishi kerak. Korreksiya ikkita fair value gap bor. Ma'lumot berib o'taman. Agar ikkita fair value gap ketma-ket bo'lsa, premium discount tortilganda discount zonada, pastdagi zonada qaysi FV ga pastroqda bo'lsa, o'sha FV ga ishlash ehtimoli yuqoriroq. Men shuning uchun bu fair value gapni kutaman, lekin bu allaqachon boyagi gapga keldi. Shuning uchun mana bu fair value gapdan reaksiya olish ehtimoli ham yo'q emas. Buni bugun ko'ramiz. Bugungi sessiya ochilgani yo'q. 1 soat 18 minutdan keyin ochiladi. O'sha paytda ko'ramiz endi. O'zi dayliga kecha bugungi ssenariyni dayliga bergandim. 4 soatlikni birinchi ochaydi. 4 soatlikda deyarli hech nima yo'q desam ham bo'ladi. Bitta OB bor, shu OB ga kelib reaksiya olishi mumkin. Yoki men fair value gaplardan reaksiya chiqib ketishi mumkin. Balki mana bu sell side ham menga juda qiziq tuyulyapti. Sell side'dan qiziq tuyulyapti menga. Shu sell side'dan reaksiya olish ham yo'q. Ehtimol yo'q emas. 1 soatlikda bugun trade qilgan ko'rishingiz mumkin. Mana bu pastdagi chiziqcha indikator va mana bu ham bu Osiyo range, bular bo'lsa London Killzone, New York Killzone. Xo'sh, SMT bo'ldi. Bu yerda ochiqroq ko'rishni 5 minutga o'tamiz va ekranni katta qilsam, mishka plan ishlamayapti, qotyapti ozgina. Keyin sari menimcha planshetdan qilsam kerak. U planshet screen recording topsam, обязательно planshetda ishlayman. Xo'sh, SMT bo'ldi. SMT bo'lgandan keyin biz Osiyo range high'ni olgandi va bu yerda bizda ikkita buy side'lar bor. Mana bu buy side va mana bu buy side. Buy side'larni SMT bo'lgandan keyin o'zi bu yerda trade jurnalimga sal bugun amal qilmadim desam ham bo'ladi. Chunki men o'zimga qiziq bo'lgan zona fair value gap, FVG, IFVG, order block, breaker block kelgandan keyin men o'shaning ichiga SMT bo'lsa savdoga kirardim. Lekin bugun buy side olingandan keyin SMT bo'ldi. Bu ham bitta trade jurnalga minus. Trade jurnal amal qilmadim desam ham bo'ladi. Xo'sh. Shu yerdan juda impulsdan reaksiya oldi va mana bu yerda bizga order block tashab ketdi 5 minutlik time frame'da. Ya'ni tamomila men 1 minutlik time frame'da umuman o'tmayman, lekin bu safar majbur bo'ldim. Shtobi men doim endi nickname'dan ko'rinib turibdi, fair value gap bilan ishlayman. Lekin afsuski bu yerda fair value gap hosil qilmadi. Men shu order block yetarli deb o'yladim. Shuning uchun men 1 minutga tushishga majbur bo'ldim. 1 minutlik time frame'da topishim kerak o'zi.
qiynashyapti. Bu ozgina qo'tyapti. 1 minutdan keyin. Voy, zaryad o'chib qolyapti. Endi birinchi marta to'g'ri tushunasizda. O'zim uchun qilsam, aytanicha işte. 1 minutdan fremda mana shu holat kuzatildi. Mana shu OB va OBdan bir necha marta mana bu yer MSS bo'ldi. Chok deydi, MSS bo'ldi. Hamma har xil aytadi. Birinchi fervologiya, ikkinchi fervologiya, uchinchi fervologiyani hurmat qilgandan keyin keyingi fervologiya bilan men savdoga kirdim. Stop loss OBni haydagi buy side zona, kichkina buy side'da. Take profitni esa take profit'da menda Osiyo range low deydi adashmasam. Osiyo range low deydi. Mana bu zonada edi. Mana shu zonada 1 ga 4 kutmadim, yopdim. Mana shu zonada yopdim. Chunki manipulyatsiya juda kuchli bo'ldi. Chalg'itdi, odamni qo'rqitdi. Break evenni qo'yilgan trade mana bundan keyin, mana bu impuls bo'lgandan keyin men break evenga qo'ydim. Ya'ni BU kimdir safe deydi, ya'ni stop loss bitim ochilgan joyga qo'yish. Qo'yildi va bu pastroqqa tushdi. Mana bu yerda SMT bo'ldi adashmasam. Dada SMT bo'ldi DXY bilan. O'sha SMTdan keyin men tepaga yurish ehtimolim yo'q emas edi. Tepaga uncha ko'p yurmasam bitta atkat berib, mana shu break even olib keyin tushish mumkin bo'lganligi uchun yopdim. Hozir yopmasligim kerak edi. Bu 1 ga 2,5 bu. 2 emas, asli 2,5 oldi menda. Take profit'im 1 ga 2,5. Keyin men stop lossni odatda 0.5% ga qo'yaman, lekin bu safar 0.4% ga qo'ydim. Ehtimol kam, hamma narsa shu OB dan kirganim uchun bo'ldi. OB dan kirganim uchun men stop lossni 0.4% qo'ydim. Take profit'im shunga yarasha kamroq bo'ldi va 1 ga 2,5. Birinchidan standart riskda ishlamadim, ya'ni kamroq riskda ishladim. Bu ham trade jurnaliga bitta minus. Keyingisi esa 1 ga 3 doim ishlashim kerak edi, lekin bugun minimum 1 ga 3. 1 ga 2,5 ishladim, lekin no trade day, deyarli no trade day uchun bu menimcha norma holat. Shu break even qo'yilgandi. Keyin yopdim, lekin keyinchalik Osiyo range'ga tushdi. Keyinchalik impuls bilan harakat qildi. Keyin qayerga tushdi? Previous day low'larni oldi, lekin menga to'g'risi qiziqmasdi u payt. Menda qiziq nuqta Osiyo range low. Osiyo range low'ni olsam, chunki menda bugungi target shu. Keyingi target menga vashcha qiziq emas, chunki yuradimi, yurmaydimi, men qiziqmayman to'g'risi. Menimcha shular bugungi trade resap shunaqa buni yurg'izyapman. Trade resap shunaqa bo'ldi. Endi esdan chiqmasligi uchun qo'ldan kelgancha qildik.